Assalomu alaykum ko'xtang bolalarim. Mana ko'ryapsiz yozning issig'ini, chilla kirgan. Ayniqsa bolalarga hushyor bo'lishimiz kerak. Bolalarning boshiga mana bodringni po'chog'ini mana shu holatda kesing va berib qo'ying boshiga shunday. Kiygizib qo'ying. U issiqlik tafsini oladi, bolalarni oftob urishidan saqlaydi. Ko'proq qatiq bering bolaga. Mayli, to'sitsa ham to'ssin. Zo'r bo'lsa bitta prostinani ko'proq yuvasiz. Mana hozir shunday o'ynasinki, o'zi yeb, o'zi chiniqib, o'zi qiziqib, hamma harakatlari tabiiy bo'lsin bolalar. Ko'rdingizmi? Mana bu katta qizchamizga ham mana shunday boshlarini turmasin deb mana shunday holatda o'ynatyapmiz. Bu bola uchun zavqli albatta. Kattalar uchun kulgili yoki befarq bo'lishi mumkin, lekin bolalar uchun juda zavqli. Ko'ryapsizmi qanday o'ynaydi? Qatiqni yesa qanchalik yaxshi. Bolalarga chakki bering. Chakki bilan bola ovqatni hazm yaxshi bo'ladi, ichi ketmaydi. Masalan, ba'zan o'sha berib qolasiz, uydan o'sgan o'simliklar bodring, bu pomidor, qovun tarvuz bersangiz ham, ustidan chakki bersangiz bexavotir berasiz. Mana ko'rdingizmi? Bu kimlarga o'xshaydi? Kimlarga o'xshaydi desam ekan? Koreyslarga o'xshaydimi? Koreyslar podshotsiga o'xshaydimi? Nasib bo'lsa podsho bo'lasizmi? Shodibek? Ana, prezident bo'lasizmi? Ana, qarang qanday mirqib yeyapti qatiqda. O'zi yeyishga harakat qilsin, azizlarim bola. Mayli, rasvo qilar, yuvamiz, lekin o'zi yeyishga harakat qilsa, bu u uchun ma'qul. Qisqasi, yozning chillasida ehtiyot bo'lib, yalatma, o'zi yeb o'rgansin. Mana shunday bizning Shodibek. Endi tezroq nasib bo'lsa yurib ketsa, marra buniki. Endi bu o'tirgisi kelmaydi, o'tirishni xohlamaydi. Yurish kerak bu kishi ko'proq. Bitta qo'shiq yalagan. Mana boshi mana shu bodringdan salqinlik oladi. Bodring bilasiz, mana foydali-ku, vitamin, lekin mana shu salqinligi ham bor. Hech qiyin emas, bolalarga shunaqa qilib qo'ying. Hatto o'zingizga ham shunaqa qilib qo'ying, sochingizni oldirgan paytlaringiz. Bizniki ham bir maslahatda, azizlarim. Mana ko'rdingizmi? Qanday mazza. Agar shuni bersangiz yemaydi, o'zi zato yeydi. Endi boshiga ham surtamiz kam-kam. Boshiga surtamiz yeb bo'lgandan keyin. Avval yeb bo'lsin, rosa o'ynasin. Hattoki badanlarga surtib tashlang qatiqni, keyin iliqqinasiga cho'miltirib oling. Azizlar, mana qatiq suzma bor-ku, suzma qatiq xaltaga solib suzma qilamiz. O'shandan chiqqan suv, zardob juda ham foydali, bolalarga cho'miltirib turing. O'zingiz ham boshingizni yuving, yelkangizdan quying. Keyin suv toza qilaveradi hamma narsani. Kim Davlatbek arazladi, chaqiringlar mana bu yerda shug'ullansin bodring po'choqlari bilan. Xayr, azizlarim, sog' salomat bo'ling. Mana shunday davom etadi muolajalarimiz.